Toshkent tumani axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Umida Abduazimova 1953-yilning 1-iyun kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. O'rta maktabni a'lo baholarga tugatganidan so'ng 1970-yildan 1975-yillar davomida Toshkent davlat universiteti jurnalistika fakultetida tahsil oldi. Bo'lajak shoira o'zining ijodiy faoliyatini O'zbek televideniya nashriyotida adabiy, badiiy dasturlarda ish boshlagan. Undan so'ng Yosh Leninchi va Ma'rifat Respublika gazetalarida faoliyat olib bordi. Ko'p yillar davomida Tong yulduzi gazetasi bosh muharriri bo'lib ishladi. Bugungi kunga kelib esa Bolalar va o'smirlar jurnali G'unchada jurnalistika bo'yicha ta'lim olgan shoira o'zining ijodiy faoliyati davomida o'zini ikki yo'nalishga, jurnalistika va adabiyotga bag'ishladi. Umida Abduazimovaning lirik ijod namunalar to'plami mustaqillik yillarida yuz ko'rdi. Ijod namunalarining o'ziga xos nomlanishidan ham shoiraning qaynab turgan qalbini his eta olishingiz mumkin. Sevilganda, sevinchim, ishqli umrim, seni ko'rgim kelaveradi. Salom hayot, qadimiy qo'shiq. Umida Abduazimova mashhur o'zbek shoirasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Shuhrat medali bilan taqdirlangan.